Albatta ketadi osilishlar. Nimaga? Chunki yerda qon aylanishi keskin yaxshilanadi. Ko'p ayollarda qon aylanishi buzilib ketadi. Chunki o'tiramiz, siqilib qolib, mana oddiy mana oyog'inglarni buklab, oyog'inglarni ustida o'tirsangiz, oyog'ingiz nima qiladi? Bora-bora ivishib qoladi. Keyin turganingiz chis qiladi, chumol yurgandek bo'ladi. Mana shu narsa qon aylanishidan bo'ladi, to'g'rimi? Buzilishdan. Chunki qon yetib bormayapti yoki qo'lingizda mana shu joyinimda rezinkada qilib oladigan bo'lsa, o'sha joyingiz nima qiladi? Qorayib ketishni boshlaydi, ko'karishni boshlaydi, qizarishni boshlaydi. Bizda ham toza ostimizda qon yaxshi aylanmaydi. Chunki asosan nima qilamiz? O'tiramiz uni ustida. Ko'p kunduzi o'tirib ishlaydigan ayollarimiz bo'ladi, yoki kam ishini qiladi, keyin ko'proq o'tiradi. Aynan mana shu holatda ishlaydigan ayollar, mana uyda tikuvchilar demoqchiman-da. Ishlaydigan ayollar toza ostida qon aylanmaydi. Natijada o't osilib ketadi. Chunki qon kelmayapti. Natijada teri cho'zilib ketadi. Qon aylangan sari o'tda kerakli bo'lgan barcha narsa yetib boradi qon bilan va natijada o't taranglashni boshlaydi.